Assalomu alaykum YouTube, Instagram obunachilari. Mana bunday mollardan yaxshi foyda ko'rish. Bugungi videomizda e'tibor bilan tomosha qiling. Sizga yaxshi ma'lumotlar beramiz. Mana bunday mollarni bozorda ko'rib qoldingiz. Ozg'in, lekin bug'oz. Katta e'tibor va yemishdan qiynalgan bu mollar. Ana shunday mollardan 4 ta 5 tasini bozordan olib, bularni yemishini yaxshi berib, emlatib, bitikanani tozalab, bularga yaxshi yaxshi berib, suvidan. Ko'p odamlar suviga ham qaramaydi. Tuzini oldiga yaxshi qo'yib, balkim tili qulovdir. Yemini birdansiga kuchli yemdan boshlamang. Paraxadan boshlang, 3 mahaldan bering, oz-ozdan. To organizm moslashib olsin. Agar birdan yem yesa ham kuchli yemdan bola tashlab qo'yish ehtimoli bor. O'shaning uchun suvdan, bitkanaga, undan yemiga e'tibor bering. Bular tug'ishga qiynaladi bunday ozg'in mollar. Agar siz yemiga yaxshi qarasangiz, agar bular sizga novoscha tusa, sizga sof foyda qoldiradi. Yemishingizga umuman achinmaysiz. Har bitta mol agar siz bozordan olganingizdan keyin 5 kundan keyin tug'sa ham sizga bemalol 2 million foyda qoldiradi. Faqat yemishidan va yemidan yaxshi qarash kerak. Mana shu bug'oz mollarni ayni tug'ish payti yaqinlashganida, 1 oy qoldi, 2 oy qoldi deganida, faqat bularga e'tibor, bir chimdim mehr kerak. Sizga yaxshi foyda qoldiradi bular.